$600 olgan zakazimni idealni qilib yopib berdim. Klientimiz aloqaga chiqib, shu tarif bo'yicha zakaz berdilar, lekin qo'shimcha ishlarning hisobiga babi narxi 600 gacha bordi. Brend yo'nalishi bu aqlli, katta bo'lmagan texnikalar savdosi. Masalan, Umne VC, Bigaway Doroshka, Aerogrillaga o'xshash. Klientimizga yoqadigan logotiplar bular Borg, Dyson, Philips va shularga o'xshash. Brend segmenti bo'lsa, luxury qatoriga kirmaydi, o'rtadan ozgina yuqori. Shuni hisobiga logotipimiz juda ham hashamatli bo'lib ketishi kerak emas. Shu hamma ma'lumotlarni analiz qilib, klientga 3 xil logotip variant tayinlab ko'rsatdim. Masalan, logotiplarimiz prosta shriftlardan tayinlanmagan. U alohida qo'lda chizib, o'ziga yarasha mehr berilgan. Logotiplarning ma'nosi va hayotda primerni ko'rinishi bilan klientga ko'rsatdim. Yuborgan variantlarimga shuniga javob keldi. Vau, menga mana shu ma'qul keldi. Tanlangan logotipimiz bu prosta logotip emas, boya aytganimdek shriftlari unikal va tegida chiziqchalarini biz hayotda shunaqa ko'rinishlarda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni hamma joyda tegida chizig'i bilan emas, aynan o'sha chizig'ini firmaning ranglari, gradientlarida mahsulotlarga shunaqa chiroy bersak bo'ladi. Va umuman olganda mana shunaqa qolgan dizaynlarni tayyorlab berdik. Endi bu reklamni pauza. Men o'zimning kurslarimda prosta nimadir chizishni o'rgatmayman. Masalan, hozirgi zakazimizni polni razbor qilganman. Klient bilan qanaqa gaplashdim, qanaqa ma'lumotlar oldim, qanaqa tartibda ish boshladim, logotiplarni qanaqa chizdim-u, qanaqa prezentatsiya qilishga tayyorladim va umuman olganda mana siz ko'rib chiqqan hamma dizaynlarni 0 dan 1 galikda tayyorlashlarni razbor qildim. Bundan tashqari yana boshqacha razborlar juda ham ko'p bo'ladi. Agar siz ham bizning oilamizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, ijodkor yo'lida sizni kutib qolamiz.